Falastin. Agar o'lishim lozim bo'lsa. Nadejda Kevorkova. Tarjimon va mas'ul muharrir Hamid Sodiq. Ushbu kitobda Falastinning so'nggi 75 yillik murakkab va ziddiyatli davri, u yerda yashovchi oddiy insonlarning tilidan hikoya qilinadi. Falastinlik oddiy inson G'azoda, Quddusda, G'arbiy sohilda, Isroilda yoki qochqinlikda umr kechiradimi, istalgan joyida yashash, sayohatga chiqish, ibodat qilish, ta'lim olish, davolanish, hatto oilasidan tortib olingan uyini qurish huquqidan ham mahrum etilgan. Uning kuni dronlar sasini eshitishdan boshlanadi va ushbu kunini u hibs, qiynoq, haqorat, uyining vayron qilinishi, o'zi va oilasining o'ldirilishi yoki surgun qilinishi bilan tugashi mumkin. She'r. Agar o'lishim lozim bo'lsa, senga yashash lozimdir. Qissamni hikoya qilish uchun, buyumlarimni sotishing uchun, bir parcha mato va bir qancha chilvir xaridi uchun uni uzun dumli oq qilib yasat. G'azoning biror go'shasidagi go'dak samoga boqib na o'z jasadi bilan, hatto o'zi bilan hech kim bilan xayrlashmagan. Otashda g'oyib bo'lgan, otasin kutayotgan chog'ida varrakka nazar solsin, mening osmon varragimga, mening varragimga. Sen yasagan o'sha varrakka samoga parvoz qilayotganda oniy lahzada o'ylasin bu farishta ekanin, sevgini qaytarayotgan. Agar o'lishim muqarrar bo'lsa, mayli, bu umid baxsh etsin, mayli, bu tarixga aylansin. Bu she'r ingliz adabiyoti professori shoir Rifat Alarir tomonidan 2023-yil 1-noyabrda yozilgan bo'lib, dunyoning 40 ta tiliga tarjima qilingan. U harbiy amaliyot boshlanishiga qaramay G'azo shimolidan chiqib ketishdan bosh tortdi va 2023-yilning 6-dekabr kuni yashash joyiga otilgan Isroil raketasi bilan o'ldirildi. U bilan akasi, singlisi va 4 ta jiyani halok bo'ldi. Rifat 44 yoshda edi. So'z boshi. Men 2013-yilda G'azo, 5 yildan so'ng esa Quddus va G'arbiy sohil falastinliklari to'g'risidagi kitobni yakuniga yetkazayotganimda ziddiyat tezda hal bo'ladigandek tuyulgan edi. Axir bu abadiy davom etishi mumkin emas-ku. 2023-yil G'azoda ham G'arbiy sohilda ham hech narsa tugagani yo'q. 2023-yil 7-oktyabrda Hamas chorasizlik bosimi ostida hujumga o'tdi. Bunga javoban G'azo sektori shafqatsiz bombardimonga uchradi. Minglab bolalar, keksalar, ayollar, jurnalistlar, shifokorlar va Birlashgan Millatlar Tashkiloti xodimlari halok bo'ldi. 2 million odam o'z uylaridan haydab chiqarildi va bir parcha hududda bombalar ostida sarson sargardon bo'lib yuribdi. Falastinda 1-intifada paytida ham, 2000-yil 2-sida ham Isroil bosh vaziri Ariel Sharon, isroillik general va siyosatchi, 2001-yili martdan 2006-yili aprelgacha Isroilning 11-bosh vaziri lavozimida ishlagan. Isroil bosh vaziri Sharon Al-Aqso masjidiga uni bosib olish va'dasi bilan kelganidan so'ng ham, shuningdek 2006, 2008, 2009, 2014, 2016-yillardagi shu bilan birga har yili davomiy takrorlanadigan bombardimonlar paytida ham bunga o'xshash voqealar kuzatilmagan edi. Balki buni 1948-yil voqealari bilan taqqoslash mumkindir. Biroq Falastin keysida bitta qonuniyat bor. Ular boshidan kechirayotgan dardlarining o'xshashi yo'q. Bir kuni ko'chada tanish falastinlikni uchratib qoldim. Biz Moskvaning eng go'zal ko'chalaridan birida turardik.
u o'z xalqining hayoti qanday o'tayotgani haqida taqdirlar ortidan taqdirlarni hikoya qilib ko'p va xo'p so'zladi. Shunda men ushbu kitobni nashr etishga qaror qildim. U G'azo, Quddus va g'arbiy sohildagi odamlar, falastinlik qochqinlar haqidagi reportajlar va qaydlardan iborat. Kitobdan o'rin olgan reportajlarning ba'zilari rus yoki ingliz tillarida oldin nashr etilgan. Men g'arbiy sohil va G'azoda bo'ldim hamda butun dunyo bo'ylab Nyu-York, Washington, Amman va Tehronda falastinliklar bilan uchrashdim. Ko'plab xalqaro namoyishlar, konferensiyalar, kvartetlar va yopiq eshiklar ortidagi mutlaqo foydasiz bo'lgan uchrashuvlar hamda maslahat kengashlarida muxbir bo'ldim. Ishoning, ozodlik flotiliyalari hech qayoqqa suzmayapti. Birdamlik marshlari joyidan qimirlamayapti. Arab inqiloblari falastinliklarning ahvolini yanada og'irlashtirdi. Buning natijasida Falastin harakatlari Damashqdagi qarorgohlaridan mahrum bo'ldi. Falastindagi fraksiyalar yarashuvi go'yoki bir necha bor amalga oshganday ko'rindi. Ammo bularning barchasi borliqning virtual unsurlaridir. Faqatgina falastinliklar taslim bo'lmay qarshilik ko'rsatmoqda, qo'llaridan kelganicha. Menda esa bu hayotim davrida G'azo masalasida adolat o'rnatilishiga guvoh bo'lamiz degan umid yo'q. Falastinliklarga yordam berishga urinayotgan barcha xalqaro tashkilotlarning harakatlari menga bema'ni tuyuladi. Hamdardlik so'zlarini aytgan siyosatchilar yolg'onchi. Falastin haqida lom-mim demaydiganlari esa undan ham ko'ra yolg'onchiroqdir. Misrda inqilob, undan keyin esa aksil inqilob yuz berdi. Suriya urush davomida qoldi. Falastin 2014-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va UNESCO tomonidan tan olindi. Falastin partiyalari atrofida katta siyosiy o'yinlar avjlandi. Falastin xalqi esa avvalgiday o'zining achchiq taqdiri bilan yolg'iz qolmoqda va muqovamat, ya'ni qarshilik ko'rsatishda davom etmoqda. Ha, to'g'ri. Ba'zan G'azoni esga olishadi. Lekin achinish va g'azabnok nutqlar to'kib solishdan nariga o'tishmaydi. Bularning barchasi ushbu xalqqa mansub har bir kishining kundalik iztiroblari, qurbonliklari va sabr-toqatlari oldida hech narsa emas. Ishonchim komilki, falastinliklar iymon e'tiqodi zaiflashayotgan har birimizga asrimizning yovuzliklariga qanday qarshi turish va Yaratganning irodasiga tayanish aslida qanday bo'lishi masalasida o'rnak ko'rsatmoqda. Musulmon bo'lsin, pravoslav, nasroniy yoki katolik yoxud kommunist bo'lsin, falastinliklar har bir umidsiz qalb so'rovlariga javob bermoqdalar. Bu kitob allaqachon rastalarda qolmagan. O'sha oldin chop qilingan 2 kitobning qayta nashridir. Bu kitob falastinlikning kundalik yugur-yuguri nimalardan iboratligi, non yopish, suv ichish, maktabga borish, shifokor bo'lish, dori-darmon olish, tomni ta'mirlash uchun qanday tadbirlar qilishi kerakligi haqida. Falastinlik insonning hayoti o'zga dunyo insonlari hayotiga qaraganda butunlay boshqa tafsilotlardan iborat. Katta dunyoda maishiy hayotning arzimas ishi yoki tashvishi bo'lib ko'ringan narsalar Falastinda har bir falastinlikning favqulodda zulmga ulkan muqovamati bilangina amalga oshirilishi mumkin. Falastin xalqi qanday vujudga kelgan? Orxan Jamol. Falastin xalqi Injilda tavsifi keltirilgan qandaydir mavhum filistiminlar emas. Unday bo'lsa, zamonaviy falastinliklar kimlar? Qayerdan paydo bo'lishgan? 200 yil oldin hech qanday Falastin xalqi yo'q edi. Balki arab tilida so'zlashuvchi Usmonli imperiyasi provinsiyasining aholisi bor edi. Ushbu aholining ildizi qadimiy bo'lib, ularning kelib chiqishi haqidagi munozaralar hozirgacha davom etmoqda. Ammo ular ilk davrlarda o'zlarini zamonaviy tushunchadagi xalq, natsiya deb his qilishmagan.
Yevropalik yahudiylarning bu yerlarga ko'chirilib keltirilishi arafasida Falastin viloyatining aholisi 450 ming kishiga yaqin edi. 1880-yilda aholini ro'yxatga olgan turklar ularning millatini emas, faqat konfessiyasini qayd etgan. Ularning 24 mingtasi yahudiy bo'lib, aksariyati shaharliklar edi. Yahudiylar boshqa qo'shnilari singari arab va turk tillarida so'zlashar, aholining qolgan qismi musulmon va nasroniylardan iborat bo'lgan. Aynan yuqorida sanab o'tilganlarning hammasi zamonaviy tushunchada Falastin xalqi bo'lishlari lozim edi. Aholi xursandchiligidan xalqqa natsiyaga aylanmaydi. 19-asr oxirida Sharqiy Yevropadan jo'natilgan kelgindilar mahalliy dehqonlarni o'z yerlaridan tom ma'noda siqib chiqara boshladilar. Kelgindi yahudiylar bilan mahalliy musulmonlar va nasroniylar o'rtasidagi ziddiyat Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroil davlatini e'lon qilgandan so'ng emas, balki ancha oldin boshlangan edi. 19-asrning so'nggi 20 yili Fellah dehqonlarining yot kelgindilarga qarshi kurashi bilan to'lib toshgan edi. 1886-yil, 1889-yil, 1891 va 98-yillarda fellahlar ishlov berayotgan o'z yerlaridan quvib chiqarilishiga norozilik chiqishlari bilan qarshilik qilishdi. Yevropa bu jarayonni qo'llab-quvvatladi. Bu vaqtda kolonial siyosat hali shiddat bilan shakllanayotgan yevropaliklar Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo va Tinch okeani orollarini o'zaro bo'lishayotgan, amerikaliklar esa hindularni rezervatsiyalarga haydab, filippinliklarni ommaviy ravishda qirib tashlayotgan, inglizlar esa burlar ustida konslager metodikasini sinab ko'rayotgan davrlar edi. Shunday ekan, Usmonli imperiyasiga tegishli viloyatlardan birini yahudiylashtirishni hech kim muammo sifatida ko'rmayotgan edi. Shunday bo'lsa-da, Falastinning musulmon va nasroniy aholisi orasida etnik birdamlik tez sur'atlarda shakllandi. Avvaliga norozilik namoyishlari asosan iqtisodiy manfaatlarni himoya qilish xususiyatiga ega bo'lgan esa-da, 40 yildan so'ng musulmon va nasroniy aholining yahudiylarni ko'chirib olib kelish to'lqinlariga qarshiligi qat'iy siyosiy tus oldi. 1920-21 yillarda Falastin shaharlarida mahalliy aholi va yangi olib kelingan ko'chkindilar o'rtasida shafqatsiz to'qnashuvlar to'lqini yuz berdi. Bu paytga kelib Falastin allaqachon Britan mandati rejimi ostida edi va ko'tarilishlar sabablarini sudlov sohasi amaldori Thomas Hope boshchiligidagi Britaniya harbiy komissiyasi ko'rib chiqishi lozim bo'ldi. Uning xulosalariga asoslanib, Britaniya koloniyalari vaziri Winston Cherchill falastinliklarni tinchlantirish maqsadida yahudiylarning milliy o'chog'i Falastinning batamom yahudiylashuvini anglatmaydi degan bayonotni berdi. Aynan shu paytdan boshlab alohida olingan musulmon va nasroniy aholisi haqida so'z yuritish imkonsiz bo'lib qoldi. Ular endi tahdid qarshisida jipslashgan, o'z milliy manfaatlarini anglaydigan zamonaviy ma'nodagi xalqqa aylangan edi. Shubhasiz bu xalq o'zini okupantlar panjasida his qilardi. Bunda nafaqat britaniyaliklar, balki ko'chkindi yahudiylarga ham okupant sifatida qaralardi. Yahudiy milliy o'chog'ini barpo etish siyosatini e'lon qilgan Britaniya Yevropa yahudiylaridan kolonizator sifatida foydalandi. Ular mahalliy aholini siqib chiqarayotgan yovvoyi g'arbning qo'llovidagi o'ziga xos kolonistlari edi. 1929-yilga kelib Falastinda milliy ozodlik harakati shakllanishni boshladi. Quddus, Xevron va Sayda shaharlarida yangi g'alayon to'lqinlari yuz berdi. Qo'zg'olon sezilarli darajada yahudiylarga qarshi yo'naltirilgan bo'lib, u Britaniya qo'shinlari va kolonial politsiya tomonidan bostirildi. Falastinning birinchi partizan guruhi 1935-yilda tashkil topdi. Uning tuzilishi Falastin muqovamat harakatining boshlanishi deb hisoblanadi.
Uning asoschisi Mulla Izzaddin al-Qassam esa harakatning tashabbuskori sifatida tan olingan. Al-Qassam partizanlarining harakatlari 1936-39 yillardagi Milliy Falastin qo'zg'oloniga aylandi. Birlashgan front Britaniya oliy komissari Artur Uachopdan arab hukumatini tuzish bilan birga yahudiylar immigratsiyasini to'xtatishni va yahudiylarga yer uchastkalarini sotishni taqiqlashni talab qildi. Binobarin shuni ta'kidlash lozimki, falastinliklar tobora ko'payib borayotgan yahudiylarga nisbatan kurashning kuch ishlatish usullariga ancha kech o'tdilar. 20-asr boshlarida Falastinga ko'chganda yahudiylarning asosiy oqimi Rossiyadan kelgan. Faqatgina 1904-1905 yillarda u yerga 40 ming rus yahudiysi ko'chib o'tgan. Ularning ko'pchiligi noqonuniy inqilobiy partiyalar bilan aloqador bo'lib, terroristik tashkilotlarda jangovar tajriba orttirgan edi. 1907-yilda Falastinda Bar Giyor nomli konspirativ harbiy tashkilot tuzildi. Uning asosiy maqsadi yahudiy jangarilarni tayyorlash edi. 1909-yilda Bar Giyor qayta tashkil etildi va Gashomer, ya'ni qo'riqchi deb qayta nomlandi. Gashomer yetakchilaridan biri keyinchalik Isroil prezidenti bo'lgan Ishaq Ben Tzvi edi. Isroilning birinchi bosh vaziri Ben Gurion ham Gashomerga aloqador bo'lgan. Birinchi jahon urushidan so'ng sobiq Sol eser Vladimir Jabotinskiy esa Gashomerga o'xshash Hagana, ya'ni mudofaa tashkilotini, keyinchalik esa boshqa harbiy tashkilot Gdat Havodani tashkil etdi. Jabotinskiyning tashkiloti terroristik hujumlar uyushtirish, qurol-yarog' kontrabandasi va noqonuniy muhojirlarni olib kirish bilan shug'ullangan. Hagananing birinchi qurol-yarog' fabrikasi Kfar Gileada posyolkasining yer osti tunnelida ochilgandi. Keyingisi esa Tel Avivda joylashgan edi. 1927-yilda Haganadan ajralib chiqqan Quatsat Hamerkats guruhining asosiy vazifasi arab aholisiga qarshi terror uyushtirish bo'ldi. 1929-yildagi tartibsizliklar paytida Hagana jangarilari qo'zg'olonni bostirishda faol ishtirok etdi. 37-yilga kelib Hagana safida 21 ming jangari bor edi. 36-39-yillardagi qo'zg'olonni bostirishda Hagana Britaniya mustamlaka ma'muriyati bilan yanada yaqin hamkorlik qildi. 1936-yilda Hagana Falastin qishloqlarining butun aholisini bo'g'izlab tashlagan sayyor otryad Xanodedet-larni tashkil etdi. Xanodedet. 1938-yilda esa Tiveriyada qonli qirg'in uyushtirgan maxsus tungi eskadronlarni tuzdi. Yahudiy jangovar tashkilotlari tez suratlarda qurollanayotgan edi. Polsha Haganaga katta miqdordagi o'qotar qurollarni sotdi. Bular kontrabanda yo'li bilan Falastinga yetkazib berildi. Abram Tyomi yangi Irgun Svay Leomi terrorchilik tashkilotini tuzdi. U rus bombistlari amaliyotini qayta jonlantirdi. 1947-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu hududlarda arab va yahudiy davlatlari tashkil etilishini e'lon qildi. Aslida bu Britaniyaning o'z mandati ostidagi hududlarda yagona arab yahudiy davlatini shakllantirishga qodir emasligini tan olishi edi. Yahudiy jangarilari falastinliklarga hokimiyat organlarini shakllantirishga imkon bermadi. Hagana qurolli bo'linmalari arab davlati tarkibiga kirishi kerak bo'lgan hududlarning bir qismini darhol o'z nazoratiga oldi. 1948-yili aprel oyida Irgun Svay Leomi jangarilari Quddus xalqaro hududiga tegishli Deir Yasin arab qishlog'ida ommaviy qirg'in uyushtirdilar. Hayfa va Yaffadan chiqib ketayotgan ingliz qo'shinlari ortidan yahudiylar xavfi ostida falastinlik qochqinlar ham yo'lga otlandi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarori falastinliklarni ham qoniqtirmadi. Falastinliklar orasida mashhur bo'lgan Abdul Qodir al-Husayn arab partizanlarining tarqoq otryadlarini birlashtirishga urinib, faol harakatlarni boshladi. 48-yilda uning vafotidan so'ng Iroqdan yetib kelgan Fauzi Kaukaji otryadlarga rahbarlik qila boshladi. U Iroq armiyasining zobiti bo'lib, nisbatan yirik va tayyorgarlikdan o'tgan otryadni tashkil qildi va boshqardi. Biroq bu partizanlarning havaskorlik harakati edi. U yaxshi tashkil etilgan, puxta tayyorgarlik ko'rgan va qurollangan. Keyinchalik Isroil armiyasining asosini tashkil etgan Hagana va Irgun otryadlariga bas kela olmadi. Hozirda hayratlanarli vaziyat yuzaga kelgan. O'zlarini uzoq vaqt davomida yersiz xalq deb atab kelgan Yahudiy sionistlari falastinliklarni yersiz xalqqa aylantirdilar. Falastin xalqi 70 yildan ortiq vaqtdan beri o'ziga tegishli yerga egalik qila olmasdan yashab kelmoqda. Yersiz qolgan xalq deganda nimani tushunish kerak o'zi? U qanday bo'ladi? Bir necha avlodi adolatsizlik tamg'asi ostida yashayotgan odamlar kimlar? Umuman olganda bunday vaziyatda qanday qilib yashab qolish, shuningdek nafaqat o'ziga hurmatni, balki insoniyatning hurmatini ham saqlab turish mumkin. Bu kitob aynan mana shular haqida hikoya qiladi. G'azo. Sektor blokadasi haqidagi gap so'zlar bu ko'plab bayonotlar, talablar, ommaviy axborot vositalaridagi chalkashliklar, internetdagi kilometrli haqoratlar va megabaytlab yolg'onlardir. Bu na blokada va na konslager. Blokadani olib tashlashga majbur qilish, konslagerni ochish va uning panjaralarini buzish mumkin. Bu xuddiki okkupatsiya ham emas. Isroil o'zini okkupant deb tan olmaydi va rasmiy ravishda bu yerda o'z qo'shinlarini ham saqlamaydi. Bu ma'lum bir gettoni tashqi boshqarishning o'ziga xos usuli bo'lib, unda ma'muriyat kollaboratsionistlardan bosh tortadi. Isroil oldin bombalagan aeroportni yana bombardimon qiladi va uning samolyotlari har kecha zulmatga cho'mgan G'azo ustidan gumburlab uchib o'tadi. Uning kemalari har oqshom dengizga chiroyli botayotgan quyosh fonida miltillab ko'zga tashlanadi. Ular hushyorlik bilan baliqchilarning qayiqlarini kuzatib turishadi. Ba'zida baliqchilarni otib tashlab, ularni darhol terrorchi deb e'lon qilishadi. Faqat men boshimni ko'tarib samolyot guvillayotgan tungi osmonga tikilaman. Ammo Falastin bolalari yaqin atrofida nimalar dahshatli gumburlasa-da, hatto parvo ham qilishmaydi. Jo'mrakdan oqayotgan ko'zlarni achishtiruvchi sho'r suv bilan yuvingach, bu satrlarni tunda quloqni qomatga keltiradigan darajada guvillayotgan generator berayotgan yorug'da yozayapman. Ehtiyotsizlik qilib Falastin uzumini jo'mrak suvi bilan yuvib qo'ydim. Endi u ham sho'r, uni yeyish ham sho'rtak. Men blokada e'lon qilinganidan beri 3 yil davomida bu yerga kirishga urinib keldim. Lekin bu urinishlar bekor ketayotgandi. 2010-yilda nihoyat sektorga kirishga erishdim. Uning ko'chalarini kezdim. Turli kasb va yoshdagi, turlicha dunyoqarash va turmush darajasidagi odamlar bilan suhbatlashdim. Men sektorga kirib kelishni chegara nazorat punkti orqali amalga oshirdim. Umidsizlikka tushgan falastinliklar kabi devordagi yoriqlardan yoki falastinlik, jumladan rus onalari o'tib kelayotgan tunnellardan ham foydalanmadim. Bu onalar o'z farzandlari va juftlarini ko'rish hamda bag'riga bosish uchun darvozalar ochilishini umidsizlik bilan kutishdan charchab, ana shu tunnellardan o'tishga majbur bo'lishmoqda. G'azoda blokada yengillashganini tasdiqlab beradigan biror bir kishini topishga muvaffaq bo'lmadim. Lekin
Men bu yerda bir yangi tipdagi shaxsiyatlarni ham uchratdimki, ular Isroildan mehribon, mehmondo'st va sodda dehqonlar sifatini istar istamas axtarib topish umidida bo'ladi. O'nlab yillar davom etgan misli ko'rilmagan zulm va asoslanmagan shafqatsizlik falastinliklarni dunyodagi eng ma'rifatli, jipslashgan, a'lo darajada uyushgan, eng fantastik tahdidlar oldida ham tushkunlikka tushmaydigan va qo'rqmas xalqqa aylantirdi. Bu yerda mard bolalar tug'iladi. Ular sher yurakli erkak va ayollar bo'lib voyaga yetadi. Dunyoning yuragi mana shu yerda, Falastinda o'rayapti. Tarix shu yerda yozilmoqda. Uning asab tolalari shu yerda va faqat shu yerda u g'alaba qozonishi mumkin. Inqirozni boshdan kechirayotgan, tushkunlikka tushgan yoki kundalik hayotning arzimas azob-uqubatlaridan qayg'urayotgan har bir kishi Falastin qiyofasiga nazar solishi kerak. Shunda qurolsiz holda hayot jarligi chegarasida turib Xudoga tavakkal bilan tish tirnog'igacha qurollangan dushmanning ko'ziga kulib qarash qanday bo'lishini tushunasiz. Blokadaning 4 yili. Qizib, cho'g' bo'lgan sahroyi ko'chada eshak yelib bormoqda. Uning orqa oyoqlari oldingi oyoqlariga tez-tez urilib ketayotgandek. Hademay qoqilib tushadi deb o'ylaysiz. Ammo u qoqilmaydi. Balki ko'zini bir muncha orqaga qiyalatib qarab keskin to'xtaydi. Undan 20 metrcha orqada egasi yurmoqda. Egasi yaqinlashib ushlashga uringan zahoti eshak shataloq otib boshini silkitib, keng yoyilgan qo'llardan qochib orqaga buriladi. Egasi esa yana uning ortidan ergashadi. Bu o'yinni yondiruvchi jaziramadan soyaga yashiringan o'tkinchilar kuzatib turishadi. Quyuq changda vayronalardan qolgan toshlarni elayotgan ishchilar ham, oilasini boqish uchun saralangan toshlarni aravalarda tosh maydalagichga tashib pul topayotgan kattaroq bolalar ham, ko'chada shunchaki o'ynab yurgan jajji bolalar ham, kichik guruhlarga jamlanib o'z yumushlariga ketayotgan ayollar ham. G'azoga kelganimga 2 kun bo'lib, bu yerga katta qiyinchiliklar bilan yetib kelgan men ham bu tamoshani kuzatardim. Barchamiz jilmayamiz. Bu xuddiki bugungi G'azo sharoitida inson tabiatining qandaydir mohiyatini ifodalaydi. Umr jarligi chegarasiga siqib olib borilgan, ammo taslim bo'lmagan inson mohiyatini. U hatto bo'sh hudud bo'lmasa ham, bahona topilmasa ham, hatto uyining o'zi ham yo'q bo'lgan paytda o'ynaydi va oniy bir lahzada na jazirama, na g'amginlik, na fojia yuki u qadar katta emasdek tuyuladi. G'azo bu O'rta Yer dengizi bo'ylab uzunligi 40, kengligi esa 6-12 kilometr bo'lgan Isroilning Misr bilan chegarasidagi sohil bo'yi yo'lagidir. Ba'zi isroilliklar sektor maydoni ancha katta ekaniga ishonishadi. Ularning xaritalarida shunday ko'rsatilgan. Ularning o'z hokimiyatlari okkupatsiya yillarida chegaralarni tobora toraytirib borgani, oxir-oqibat sektordan anchagina yerni ajratib, devor qurgani xayollariga ham kelmaydi. Oxir-oqibat G'azo endi juda kichkina. U qo'riqchi minoralar bilan o'ralgan bo'lib, quruqlik, havo, dengiz va koinotdan uzluksiz kuzatuv ostidadir. Minglab kameralar kecha-yu kunduz u yerdagi aholini kuzatib turadi. Turli xil moslamalar havoda uchib, odamlarning yer haydashi, baliq ovlashi, maktabga borishi, to'y qilishi va yaqinlarini dafn etishini tasvirga oladi. Ba'zan osmonda samolyotlarning guvillashi eshitiladi. Ufqda kemalar harakati ko'zga tashlanadi.
Bular bosqinchi tuzumning samolyotlari va kemalari. Birorta ham falastinlik to'satdan quloqni qomatga keltiradigan shovqin manbasiga e'tibor bermaydi. Zotan bu gumburlab portlovchi tovushni boshqa hech narsa bilan adashtirib bo'lmaydi. Faqat bombalar shunday portlaydi. Agar har bir shovqinga e'tibor beraversak, vaqtimiz qolmaydi, deydi menga Ahmad. U 25 yoshda. 2 oylik qizchasi bor. Ahmad ziyoli oiladan chiqqan. Ingliz va fransuz tillarida so'zlashadi. Uning ajdodlari G'azoda tug'ilib yashashgan. Ahmad G'azodagi har bir oila yaqinlarini yo'qotish dardini boshidan kechirganini juda yaxshi biladi. Ahmadning ishonchi komilki, blokada va okkupatsiya shundoq ham odamni ich-ichidan yemirib tashlaydi. Ammo g'am-g'ussa va tushkunlikka berilib ketsang, ular seni va yaqinlaringni butunlay va qoldiqsiz yutib yuboradi. Shuning uchun biz ruh tetikligini yo'qotmaymiz va o'choqlarga e'tibor bermaymiz, deya jilmayadi Ahmad. Men suhbatlashgan odamlarning ko'pchiligi jilmayardi. Garchi G'azo yashovchisi nuqtai nazaridan kulishga arzigulik narsa bo'lmasa ham. Ha, shunday xalq bu. Ahmad yaqinda tahsil olish uchun Yevropada bo'lib keldi. Men u yerda qizlar va ayollar bilan qo'l berib so'rashishga tayyor edim. Ammo qarangki, o'pishish ham kerak ekan. Belgiyada 1 marta, Fransiyada 2 marta, Gollandiyada esa 3 marta, deya kulgiga to'lib toshadi Ahmad. Bunday jaziramada hamda og'ir ish sharoitida qanday qilib shuncha kuch topishini so'radim. U kuniga 10 soat tarjima ishi bilan shug'ullanadi. Ertalab va kechqurun dissertatsiya hamda ishi bo'yicha nimalardir yozadi. Kechalari esa ayoli uxlab olishi uchun qizini tebratadi. Men yoshman, kuch-quvvatga to'laman, ko'p rejalarim bor va aniq bilamanki, qiyinchiliklarga e'tibor qaratmaslik kerak. Agar doim hayot og'irliklarini o'ylayversak, omon qolmaymiz va g'alaba qozonmaymiz. Ahmad shunday ishonch bilan gapiradiki, ularning omon qolishiga shubha qilmaysan va ular albatta g'alaba qozonishadi. Iroq, Pokiston, Dog'iston, Ingushetiya, Shimoliy Osetiya va butun boshqa joylarda ko'zga tashlanganidek G'azoda hech kim shikoyat qilmaydi va uni tinchroq joyga olib ketishni so'ramadi. Hatto so'nggi urushda uy-joyi, butun oilasi, barcha tirikchilik vositalari va qarindoshlaridan ayrilgan 2 ayol ham nolimasdi. Ular meni chet ellik ayol ekanligimni bilib, ko'chada yonimga kelishdi va qanday yashayotganimni, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bergan oziq-ovqat ulushlarini sotib, ijara haqqini to'lashini, so'ngra ovqatlanish uchun uyma-uy yurib ehson so'rashini aytib berishdi. Haqiqatni yoz. Biz gadoy ham, tilanchi ham emasmiz. Odamlar qo'llaridan kelgancha yordam berishadi. Bu bizning urf-odatimiz. Lekin butun dunyo qayerda? Bizni bombardimon qilishayotganda va bu yerda qamalda saqlanayotganimizda ular qayoqqa qarayapti, deyishdi ular. Bu yerdagi odamlar haqiqatni yoz deb tez-tez aytishardi. Haqiqat o'zining eng to'liq ifodasida shundan iboratki, yerning bu bo'lagida 1,5 million kub kishi yashab qolishi mumkin emas. Shunday bo'lsa-da, boshqa har qanday xalq taslim bo'ladigan sharoitlarda falastinliklar qat'iyatlik ko'rsatib omon qolmoqdalar. G'azo haqidagi hikoyani tinglab, Kavkazdagi jasur yigitlardan biri Chechen batalyoni bu muammoni 3 kunda hal qilardi, dedi. Afsuski, biz yashayotgan g'alati dunyoda muhojirlar avlodlari va yaqinda ko'chib kelgan ba'zi chechenlar va cherkestlar falastinliklarni o'ldirayotgan armiyaga yo'llanmoqda. Kavkazdagi qarshilik ko'rsatish saytlari Isroil targ'ibotini itoatkorona uzatib, falastinliklar bilan birdamlikni bildirish uchun shoshmayapti. Xorijiy ommaviy axborot vositalari mujohidlarni, millatchilik harakatlarini, Kavkazdagi zo'ravonlikka qarshi qo'zg'olonlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ammo Yaqin Sharq masalasida Isroil tomonidan qat'iy turishadi.
Shunday ekan, hozircha ufqda G'azo muammosini hal qila oladigan batalyonlar ko'rinmayapti. Faqatgina G'azo aholisining shaxsiy matonati, bolalar, ayollar, o'g'il bolalar va keksalarning, shuningdek qurolsizlar va miskinlarning bardoshi qolmoqda. Ochig'ini aytaman, bu yerga kelish uchun ko'p kuch sarflashimga to'g'ri keldi. Men 21-asrda Qohira va Rafah o'rtasidagi jazirama sahro bo'ylab jurnalistlar uchun chegara panjarasini ochadigan g'alati hujjatlar ortidan yurishga majbur bo'ldim. 2017-yildan boshlab xorijiy jurnalistlar, BMT xodimlari, missiya xodimlari G'azo sektoriga faqat Isroilning Eres o'tish joyi orqali o'tishlari mumkin. Misrning Rafah o'tish joyi ular uchun yopiq. Bu eshik na iordaniyalik shifokorlar uchun, na G'azodagi har bir bola biladigan amerikalik advokat Stenli Koen uchun ochildi. Bu yerda uni doktor Stenli deb chaqirishadi. U yahudiy va Nyu-Yorklik muvaffaqiyatli advokat bo'la turib, falastinlik oilalarning huquqlarini himoya qiladi. Stenli Koen 2014-yilda advokatlik maqomidan mahrum qilinib, 18 oy qamoqda saqlangan. U Hamas siyosiy byurosi a'zosi Musa Abu Marzukni AQShda hibsga olinganida himoya qilgan va ko'plab Falastin oilalarining manfaatlarini ifoda etgan. Menga chegarada birinchi marta rad javobini berishgani kuni Stenli Koenga ham rad javobini berishgandi. Menga o'xshab u ham yopiq darvozadan nariga o'ta olmadi. Men kabi u bilan ham birorta ofitser gaplashgani chiqmadi. Men singari u ham Qohiraga qaytdi. Tanishlarim SMS yuborishdi. Sen nima xohlayapsan? O'zi ular kimsan? Doktor Stenlini ham o'tkazmabdi-ku. Bizning vaziyatimizdagi farq shunda ediki, men chegarada muvaffaqiyatsizlikka uchragach, Rossiya elchixonasiga bordim va menga u yerdagilar yordam berishdi. Amerika elchixonasi esa Stenli Koenga hech qanday yordam ko'rsatmadi. Amerika fuqarosini Misr maxsus xizmatlari qanday xo'rlayotganini nochor kuzatishdan boshqasini uddalashmadi. Ikkinchi marta nazorat o'tkazish punktidan o'tishga uringanimizda u bilan uchrashdik. Tayinlangan Misr ofitseri menga vasiylik qilardi. O'sha ofitser bo'lmaganda chegara qog'ozlarini to'ldirishga mas'ul bo'lgan amaldorlarni bir kunda ham aylanib chiqa olmagan bo'lardim. Stenli bir necha soatdan beri peshtaxta oldida turar edi. Unga goh va'da berishar, goh bosh chayqashar, goh qayergadir qo'ng'iroq qilishardi. Men Stenliga qo'l silkidim va biz bir-birimizga salom yo'lladik. Men unga bu safar ham o'tmishga ishonchim yo'qligini aytdim. Sudlashayotgan oilalar sud ishlari yuzasidan turli ishonchnomalarni imzolashlari uchun Stenli G'azoga albatta o'tishi kerak edi. Navbatdagi amaldor uning hujjatlarini hissiz ko'chirayotgan paytda men ham Rossiyadanman dedi xursand bo'lib Stenli. Rossiya so'zini eshitgach amaldor seskanib ketdi. Nazarimda Stenli aynan shunday ta'sirga umid qilgandi. Har holda u amaldorga g'olibona nazar tashlab ko'zlari chaqnab ketdi. Mening ajdodlarim Litvada yashaganlar. Keyin Zimbabvega, so'ng Amerikaga ketishgan. Shukrki Falastinga emas, dedi Stenli. Shunday qilib u o'zining ba'zi qabiladoshlariga o'xshab qora ishlarda qatnashmagani uchun ajdodlariga o'z minnatdorchiligini bildirganday bo'ldi. O'sha kuni men chegaradan o'tdim va Stenlini o'tib kelishini esa yana 3 soat kutdik. Stenlini o'tkazishmadi. U Qohiraga qaytib, musulmon mamlakati bo'lmish Misr va uning hukumati G'azo sektoridagi Isroil genotsidini astoydil qo'llab-quvvatlashi haqida g'azabli intervyu qilib berdi. Oddiy misrliklarda G'azo sektorining bo'g'ib tashlanayotganidan daxldorlik ruhiyati uyg'onmaydi. Aksincha, G'azoga ketayotganingni aytishing bilanoq chet elliklari va ularning pullarini ovlaydigan oddiy odamdan siyosatga do'nishadi.
Misrlik amaldorlardan tortib to taksi haydovchilarigacha bu yovuzlik uchun butun javobgarlik Isroil zimmasida bo'lishi kerak deb hisoblaydilar. Oddiy ijrochi xizmatchilar esa falastinliklar bilan birodarlarcha ish tutmayotganligi uchun o'zini noqulay his qilishadi. Men yopiq darvozalar oldida oftobda jizg'anak bo'lgan ekanman. Misr chegarachilari esa pasportimni ko'zdan kechirib bosh chayqasharkan, boshliqlari kimgadir qo'ng'iroq qilishardi. To'satdan ulardan biri pasportimni silkitib, telefon trubkasini qo'yar qo'ymay derazadan: "Siz nimalar qilyapsiz? Axir u Rossiyadan-ku. U hozir bu quyoshda erib ketadi-ku. Keyin biz nima qilamiz?" deydi. Ko'rinib turibdiki, ular uyalishyapti. Hatto o'z uyatlarini ham ko'rsata olmaganlari uchun uyalishyapti. Bolalarni chayqab temir darvozaning bu tomondagi soyaga o'tishini iltimos qilishdi. O'zlari esa narigi tomonda gilamchalarni to'shab namozga turishardi. 2011-yilda Husni Muborak rejimi quladi. Inqilobiy prezident Mursi keldi. Chegaradagi vaziyat ozgina yumshadi, ahvol biroz yengillashdi. 2013-yilda general As-Sisi davlat to'ntarishini amalga oshirdi va chegaradagi tartib-qoidalar yanada qattiqlashdi. Oxir-oqibat chegara butunlay yopildi va yilda 2 marta bayramlarda ochiladigan bo'ldi. Chegara tom ma'noda yopiq, uning darvozasi qulfda. Faqat qamal yillari davomida sektordan chiqib ketmoqchi bo'lgan yoki unga qaytmoqchi bo'lgan ozchilikning ko'zga tashlanmaydigan panadagi eshikdan istar-istamas o'tkazib yuborishadi. Misr statistikasiga ko'ra 2010-yilda iyun oyining dastlabki 2 haftasida o'tish punktidan har 2 tomonga 7000 kishi o'tkazilgan. O'shanda jazirama oftobda 3 soat turganimda G'azoga bir falastinlik o'tib ketdi. Bittasi esa chiqdi. Shunga qaramay G'azo sektori ixtirochi, tirishqoq va sabr-toqatli odamlar bilan to'lib toshganini takrorlashdan charchamaydi. Ular bombardimon qilingan inshoot vayronalarini qismlarga taqsimlab, metal simlarni ajratadigan toshlarni va qurilish chiqindilarini elakdan o'tkazadilar. Minglab eshak va ot aravalarida bu qurilish mollarini maydonchalariga olib kelishadi. Uning yordamida uylarni ta'mirlashadi va oz bo'lsa-da yangilarini qurishadi. Ular nonni elektr toksiz pishirish uchun tandir yasashadi va loydan uy yasash bilan bog'liq qadimgi mahoratini qayta jonlantiradi. Agar sinchiklab qaralsa, ba'zi tomlar fenertalin, ba'zan esa shunchaki karton bilan yopilgan. Ammo uzoqdan turib G'azo hayotini shunday suratga muhrlash mumkinki, go'yo bu yerda hamma narsa joyida. G'azoda guvillash bor. Uni generatorlar chiqaradi. Har bir generator mislsiz boylik. Generatori bor odamlar elektrga yana yangi, ularda chiroq muzlatadigan issiq suv va hatto kompyuter va televizor ham bo'lishi mumkin. Hammaning, hatto eng baxtiyor odamlarning ham suvi sho'r. U teri, ko'z bilan organizm va quvurlarni yemiradi, ammo G'azoda boshqa suv yo'q. Yangi quduqlarni qazish uchun kerakli uskunalar ham mavjud emas. Falastinliklarni devor bo'ylab qo'riqlaydigan odamlar buning birortasidan xabardor emas. Jamoaviy azob-uqubatni xalqaro huquq normasiga kiritgan va bu tushunchani boshqalar o'zlashtirib olmasligini doimiy nazorat qilib turgan davlat Isroil fuqarolari ham bu haqida bilishmaydi. Internet aktivistlaridan tashkil topgan Isroil armiyasi kecha-yu kunduz dunyoning barcha internet forumlarida Falastin blokadasi va kulfatlari masalasida barcha faktlarni inkor etishga urinishadi. G'azoda mashinalar va boshqa ko'p narsalar bor. Bularning barchasi Misr tomonda tunnellar orqali olib kelingan. Tunnellar qamaldagilarning kashfiyoti. Ular bo'lmaganida 1,5 million aholi tirik qolmasdi. Do'konlar va bozorlarga deyarli barcha mollar tunnellar orqali kirib keladi. Barcha zavodlar, ustaxonalar, fabrikalar va
Korxonalar 2008-yilgi bombardimonlar natijasida vayron bo'lgan. Mutlaqo hammasi ularning parchalangan uskunalari, bombardimon qilingan qabriston va vayron bo'lgan masjid yaqinidagi sobiq san'at hududida qator-qator bo'lib turibdi. Biroq falastinliklar tushkunlikka tushmay, chang to'zon ostida ishlashmoqdalar. Toshlarni g'alvirdan o'tkazishmoqda. Jahon chempionatini kuzatyapsizmi? G'azo tuprog'iga qadam qo'yishim bilanoq menga berilgan birinchi savol shu bo'ldi. Bu yerda futbol, to'ylar va dengiz tinchlik hamda erkinlik ramzlari hisoblanadi. Buni muhokama qilmasdan shunchaki tan olish kerak. Aks holda munavvarlar davrimizda saylovlarda noto'g'ri ovoz bergani uchun ayollar, erkaklar, bolalar va keksalarni yillar davomida qamalda saqlash mumkinligiga ishonishga majbur bo'lamiz. 2004-yilda Yosir Arofat vafot etdi. Uning davrida Falastin poytaxti G'azoda joylashgan edi. U Ramallohga ko'chib o'tmadi, chunki Quddusni Falastinning poytaxti deb hisoblardi. 2006-yilda falastinlarning ko'p qismi Fath uchun G'azo sektorida esa Hamas uchun berildi. Bu saylovlarda AQSh va Yevropa ittifoqidan xalqaro kuzatuvchilar ishtirok etib, saylovlarni adolatli deb tan olishdi. Keyingi yillar davomida Ramallohdagi hukumat turli bahonalar bilan yangi saylovlar e'lon qilmadi.